2026-yil uchun qo'ygan maqsadlaringiz? 2026-yil Gano Shifo Samarqand oilasi inshaalloh eng yuksak barqaror muvaffaqiyat yili bo'ladi deb bemalol ayta olaman va 10 nafar insonimizni Gold Diamond Manager statusiga chiqarib, o'zim 3 karrali tojli elchi statusiga chiqish uchun astoydil harakatimizni shu bugundan boshladik. Gano Team oilasining 2025-yillik tarixida sizni eng ko'p quvontirgan voqea qay biri bo'ldi? 2025-yil tarixida biz uchun Gano Shifo rahbari ustozimiz bizni ofisimizga tashrifi va bizga bergan strategiyasi iste'molchilar oqimini yaratish bo'yicha juda katta natijalarni amalga oshirdik va Malayziya rahbarlari aynan bizni ofisimizga borib, bizni yana ham ruhlantirib, bu joyda juda katta tavarobatlar chiqishiga bizni ishontirdi va biz ham mana shuni qo'llab-quvvatlab, yo'limizda yuksalishda juda zo'r davom etdik. 2025-yil uchun qo'ygan maqsadlaringiz qanchasi amalga oshdi va sizni eng ko'p quvontirgani? 2025-yilda 11 nafar hamkorimiz Diamond Managerlik statusiga ko'tarildi va 4 nafar hamkorimiz ustozlar Diamond Manager statusiga ko'tarildi. Meni xursand qilgan narsa o'zimni 40% statusni tasdiqlaganim bo'ldi. Faoliyatingiz davomida qancha shogirdlaringizni 20% menejer darajasiga chiqishiga ko'maklashdingiz? 2025-yilda bizda 58 nafar inson 20% statusni tasdiqladi. Siz Gano oilasiga kirishingizga va bu faoliyatni tanlashingizga nima turtki bo'ldi? Hayotimni o'zgartirish baxt kelganligini angladim. Gano Team oilasiga qanday tilaklaringiz bor? Gano Team oilasi yuksalishda davom et.